bo'pti, o'sha yigit bor ekan, qani men o'sha gaplashaman desa, bu ham birovni bolasi deb rosa chiqdi-ku, nimalarda, Instagramlarda. Xuddi jinoyatni bekitayotgan ish qilib nima qilgan. Keyin bunga Javohir aralashib dalil-uz, o'sha faktlari bor ekan, endi uni hozir aytolmayman deyapti. O'sha jinoyat zo'rg'a mana tergov zo'rg'a ochildi. Shunaqa ishlar qilib tashlashdi. Bular ungacha u qizni fohishadan olib Xitoyga tegdi. Mana shu Murodov, Hujumiy o'shanaqa gruppalarga kirib olishib, domlani shogirdiman deb qilib sayo yurgan tayo yeydi deb, u vaholanki u qizni nikohi bo'lgan, birinchi eri Xitoy emas, Uyg'ur yigit bo'lgan musulmon. Ikkinchisi karsga tegan deyishdi, u karsga fiktiv, ya'ni dokument uchun tegan ekan, u turmushga chiqmagan ekan. Bir muslima endi qiz bo'lgan endi. Ular shunaqa qilib yomonlab ko'rdinglarmi, sizlarga ibrat, mana shunaqa ham desa, mana shunaqa bo'ladi. Qo'shib o'shanaqa odamlarga oshqotil bo'lib deb bu odam gapiryapti. Bu narsani sud nimasiga qo'ymadi, prokuratura qo'ydi. Lekin bu domlani shogirdimiz degan joyiga men anaqa qildim-da. Chidolmaysiz-ku? Bo'ldi, tushundik. Opa, ko'zim ketdi hozir. Domladan eshitdik, domla mana masala aytdi. Sizdan so'rab kelib to'rtani isloh qiling deb. Mavzu nima o'zi? Mavzuni tushunmadim umuman. Men ham hozir qisqa qilib aytay yo Murodini aytasizmi? Ha, men qisqacha bilganimcha aytayin. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Koreyada 3-martdan 4-martga o'tar kechasi bir qiz vafot etgan. Sirdaryodan Koreyaga, koreysga erga tekkan qiz. Bir o'zbek bola bilan, shu yerda ishlaydigan o'zbek bola bilan birga yashab yurgan bo'lgan. Endi u bolani aytish bo'yicha nikohi bo'lmagan, yashab yurgan. Bir qandaydir janjal bo'lgan. Janjaldan keyin u bolani aytishi bo'yicha ko'chaga chiqib ketgan, xayrlashib chiqib ketgan vaqtida qiz telefon qilib o'zini osayotganini, endi zapislar boshqa narsalar shuni ko'rsatyapti. Qiz o'zini osayotganini bu bolaga bildirmoqchi bo'lgan. Ular shok kirishgan, bu yerlarda hamma joy zamoklar, kodlar boshqa bo'lgani uchun ozgina kechikib kirganda qizni osilgan holatda topib bir kishi tushirib olib, sherigiga telefon qilgan, u politsiyaga telefon qilgan, politsiyaga koreys tilini bilmagani uchun tushuntira olmagan. O'zlari mashinada olib borishgan. Shu xullas nima bo'lsa bo'lgan, oxirida qiz o'lgan. Keyin u bola biz Koreyada shunaqaki, Koreya yangiliklari degan Instagram kanal bor, Avazbek degan bola. Xo'p, hozir men bundan so'rab olay. Menga nima aloqasi bor? Menga nima savol bor? Sizga savol endi bu yerda juda masala chuqurlashib ketdi. Shuni bir isloh qilinglar degan ma'noda bir takliflar bo'lgani uchun shu yerga keluvdik-da, aylanib. O'zi o'ylab qaradi, o'zi bu yerda yechiladigan masalaga ham o'xshamayapti. Yo'q, bu qanday yechiladi? Biz bilmasak mavzuni. Ustida bo'lmagan bo'lsa. Men aytmoqchi bo'lgan bitta narsa, anaqa Dalil-uz Javohir degan bolani kamera ekansiz, bir video qo'ygan ekan, sizni videongizni ham qo'yapti-da, xullas ma'lumotlar bizda ham gapirdi deganda qilib post qo'yapti. Lekin u bolani qo'yayotgan postlari, gapirib qo'ymadi, yolg'on gapirdi. Bloglari jurnalistikaga xohlagan odam tekshirib ko'rish mumkin. Umuman xolisligi yo'q, bir tomonga qaratilgan, mana shunaqa narsa qo'yib borilyapti. Shunga qarshi biz Koreyani ichida bo'lganimiz uchun, Koreyani ichida holatni endi biz boshqa chetdan turib gap fikr bildirayotganlardan ko'ra yaxshiroq bilganimiz uchun biz shunchaki yo'q, unaqa emas, bunaqa Koreyada mumkin emas, bunaqa bo'lishi mumkin emas degan ma'noda gapirib mana shu mavzuga qo'shilib qoldik. Hozir bu opa meni hozir mana bu yerda Abbos aka biz taniymiz degandan keyin meni ham qo'shib beryapti. Aslida men biror chatda Abror domlaning shogirdiman degan lafz mana Alloh turibdi og'zimdan chiqmagan. Xo'p, mavzu bizga aloqasi yo'q ekan. Biz bunaqa mavzularga aralashmaymiz. Aralashadigan mavzuyimizni o'zi bilib, 100% ishonchimiz komil bo'lsa, xalqqa foydasi bo'lsa, unda aralashamiz. Hozir aytayotgan mavzularga men aralashmayman. Bilmayman kim nima desa deb yotgan bo'lishi mumkin. Bizning nomimizni ham sotadi. Bizning nomimizni gapiradi kimlardir. Endi Dalil-uz bilan birgalikda Jasmin haromini qamatganimiz, Jasmin haromiga Galoboga nisbatan ko'p detallarni olib chiqqan, to'g'ri.
man u paytda o'zim 100% aralashganman, chunki ma'lumotim bor u masala bo'yicha. Hozir aytayotgan mavzuga umuman meni aloqam yo'q, xabarim ham yo'q. Aralashmayman. Menga u xalqqa foyda zarari ma'nosi yo'q bu yerda. Ikkita komanda bir-biri bilan urushayotib ekansizlar. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Hozirgi ayol aytayaptiki, meni Abror Muxtor Alini shogirdiman deb hamma chatlarda aytib yuribsan, deyapti. Bu ayol boshida so'radi, nima uchun hujumiy qo'ygansan deganda, o'sha ustozga havas qilib, o'shanaqa taxalluslar bor, o'shaning uchun qo'yganman dedim. Sen hayotda ko'rishganmisan dedi. Ha, ko'rishganman dedim. Ustoz, eslasangiz, masjidlarda yurib 2021-yil suhbat qilib yurganingizda, Navza masjidiga borganingizda, o'sha joyda suhbat qilayotganingizda konditsioner ishlamayotganda joy namozda yelpib turdim. O'sha joyda duo berganlar ustoz shaxsan menga dedim. Keyin bu dalil uzdi, admini Javohir bilan gaplashdim. Aka, mana shuncha masalani olib chiqib berdingiz, rahmat. Endi bu yog'ini davlatda oxirgi xulosasiga qo'yib beraylik, kutsak bo'lmaydimi desam, u aytdiki, adolatli bo'lsa dedi. Aka, adolat siz belgilaysizmi dedim. Ha, men belgilayman dedi. O'shani keyin meni shaxsiyatimga o'tib ketyapti. Bular guruhida meni siz bilan tortishgan, bu bola dahriy deb gapirdi meni. Keyin bir guruh chatiga kirsam, meni ayollarga so'ktirtirdi. Aynan mana shu ayolning o'zi ham bor edi. Men sizga hech qanaqa nomingizni sotmaganman. Agar bu hujumiy taxallusini qo'yma, bu mumkin emas desangiz, men hozir olib tashlayman. Uni anaqasi yo'q, lekin Buga javob beryapsiz, opa sizga navbat beramiz. man tushunmadim mavzuni to'g'risi, nima haqida, nimaga bu mavzuga meni so'rayapsizlar. Yana qaytib aytaman, men aralashmayman bu mavzuga. Boshqa bir gapinglar bo'lsa, gaplashsak bo'ladi. Hozir shu odamning gapiga nima qilay, mana sal oldin siz kirmasingizdan o'zim Abbos og'a bilan gaplashishga nima qiluvdim, sizni chaqirishibdi, men bundan bexabarman. Hozir siz meni dahriylikda aybladi deb boshqa ayol gapirgan gapni menga qip-qizil tuhmatni rashta hozir ag'dardi. O'zingizga kelishib olinglar. Bu bizning sahifamiz. Bizning sahifamiz u bunaqa mavzularga sahifa emasda. Ilmiy suhbat qilib, erkin e'tiqod mavzularini qilib gaplashib o'tiramizda. Mani nima qilayotganim, gapirganim уже tergov nima boshlanyapti. Uni men gapirayotganim yo'q. Mani da'voyim, gapirganim bu men murod etmagan maqsad haqida bo'lyapti. Bolani Boburni bir bolani nimasiga ham kirib gapirgan, ha men domlaning nimasiman deb gapirgan o'shanda. Shuni to'liq Просто keting, anaqa joyda nima zam hokim degan joyda o'sha avazni o'sha opasini singlisi deb qo'ygan, astag'firulloh, o'sha Nuripanni xullas ona guli ekan, o'shalar bilan o'tirib, bular lichkasi onamasi ochib o'tirib, o'shalar bilan o'tirishadi, ham suhbat bo'lib, yana bu yerda domlani nimasidan duo olganman deb, men bitta mullani yoqimdan naq deganiga men shunga gapirdim. Rahmat. Odam Faqat o'zi biz nima yordam qila olishimizni domla so'radi. Domla, bizdan nima istaysizlar dedi. Bittalaring chiqinglarda, domla, mana shunday qilib bering deylar. Domla aytadi, meni vakolatimda bor, meni yo'q, men aralashmayman, uni aytadi. Bo'lmasa bunaqa siz mingta voqeani aytganingiz bilan aralashishga haqqimiz yo'q bizda. Yo'q, tushundim. Men aytayotganim nima yordam? Bizdan nima yordam sizlarga? Aytinglar mana. Yordam. Hozir bitta Lola o'zi turgan edi, o'sha chiqib ketibdi shekilli, yo'q. Otib bordim internetda. Lola o'zi turibdi. Ochi o'shalar gapiradilar. Bu odam aytadi, axir bizlar mana bu masalani hal qilib beringlar bizga deydimi? Bizniki bu voqealarda aytgani bilan biz bir tomonda eshitib turib, domla hech qachon bir fikr bildirmagan-da akalar. Maqsad Karimovni ochib yuboring aka. Unda subyektiv marketing ochasizlarmi? Shu bor. Mayli, hamma olaveramiz. Domla, ruxsat bersangiz ochaman. Hop, Domla. Domla
domla ruxsat bersa, domla eshitib ko'raman, bir masalada yordam tegsa yaxshi desa, muammo yo'q. Aytmayapsizlar-da, mana shu masalada bizga yordamingiz kerak demayapsizlar-da. Abbos aka, bu yerda hozir xalq ikkiga bo'linib turibdi. Buni sizlarda xabarlaringiz bo'lmasi mumkin. O'sha Dalil o'zini 70 mingtalik auditoriyasi bor vaqtda ham bir buzlon bo'lib ketdi. Bir shaxsni ommaga olib chiqib, isboti yo'q, dalil yo'q, bu pedofil deyapti. Hali ustida turmagan, davlat xulosasi chiqmagan ishda bu jinoyatchi deb 100%. Aka. Men 12 yoshga qilib onasidan kechirim so'ragan. Emas, tushuninglar, to'xtatinglar. Abbos aka, uzr, ana Avazbek Koreya yangiliklari Instagram kanali nimasi kelibdi, shuni mikrofon ochib yoring aka. Ko'pikdek Avazbek gapirsin. ham ochdim. Hammani yopaman. Avazbek akani eshitamizda, u tomondan bitta odamni eshitamiz. Agar nima qilsa, domla bir maslahat berib qo'yar yoki aralashtirsa o'zi. Domla ruxsatingiz bilan Avazbek akani ochsam bo'ladimi? Subyektiv marketing deganmidi? Shunday dedimi? Avazbekmisiz siz subyektiv? Yo'q, mas'ullik. Qaysi biri Avazbek? Nima deb yozilgan? Men topolmay qoldim, Murodimdan so'rab olay endi, to'xtang. Murodim, Avazbek qaysi bir profilda? Qarang, men ham sahrani qilganim uchun hozirgi profili qanaqa yozilgan bilmadim. Kecha oxirgi marta qaraganimda tog' bilan shunaqa belgi edi, qo'l ko'tarib turibdi menda ko'rinibdi. Endi sahrani boshqacha nom bo'libdi. Yo'q-da, bu yerda men topolmadim. Assalomu alaykum. Mana ularlaringiz, yaxshimisizlar? Siz kimsiz? Avazbekmi bo'lmasangiz gapirmay turing aka. Avazbekman aka. Avazbekman aka. Assalomu alaykum, domla, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Domla, meni ismim Avazbek. Siz yaxshi taniysiz, endi o'zim tanimasligingiz mumkin. Ustoz Ulug'bek qora akani tanisangiz kerak. Kimmi? Ulug'bek qora aka, ustoz Ulug'bek qora aka, Andijonda. Ha, Ulug'bek qora akani taniyman, xo'p. Shu kishi bilan Koreyada yurgan odammiz. Koreyada mana hozir masjid qurdik, xudo xolasa tez kunda ochilishini qilyapmiz. Taxminan bir 10 yildan beri shu yerda vafot etganlar, ko'chada qolgan, uysiz qolgan, hammaga yordam berib yuradigan internetda, Instagramda Koreya yangiliklari degan kanali bor odam men bo'laman. Balkim ko'z tushgan, balkim ko'z tushmagan. Bu yerda hozir juda mavzu chigallashib ketganki, bu yerda hozir Koreyada voqea bo'lganligi uchun elchixona ham rasmiy ma'lumot chiqargan. Ya'ni bu internetda bu mavzuni muhokama qilib, shovqin solmanglar, hech kim bilan tortishmasin, politsiya gapirsin, u elchixonaga aytadi, elchixona rasmiy saytlar orqali e'lon qiladi deb aytilgan. Menimcha bu yerda hozir shaxsiy adovat haqida gap ketyapti. Menimcha bu mavzuga to'g'ri fikr bildirdingiz. Sizni menimcha aralashtirishgani noto'g'ri bo'lyapti deb o'ylayman, men shaxsiy fikrim. Bu yerda hozir tushunmovchiliklar juda ham ko'p. Avvalo bu yerda qonun gapirish kerak, politsiya ochiqlab berish kerak, undan keyin sud orqali hal bo'ladigan ishlar. Bu yerda hozir gapirganingiz bilan baribir hamma tomon o'zini haq deb o'tiraveradi. Shu o'rganmagan, ichiga kirmagan mavzuga aralashmaymiz-da. To'g'ri. O'zingiz bir nimangizda ko'rdim. Sizni prямой efiringizda xuddi kimdir shu savolni berdi. Domla, Koreyadagi bo'lgan voqeaga nima deysiz, deyodingiz. Deganida sizga siz aytdingizki, men bu narsaga hech vaqt qilmadim, vaqtim bo'lmadi bu temaga deb javob berdingiz. O'sha yerda men ko'rib qoldim. Hozir ham xuddi shu pozitsiyada turibsiz, chunki bizga ham elchixonadan, o'sha rasmiy tashkilotlardan shunaqa nima kelganki, mana ko'rgan bo'lsangiz, o'sha rasmiy saytlar ham hech nima demay turishibdi, chunki bu narsa ochiqlangandan keyin, Koreya hukumati bu narsani ochib bergandan keyin o'sha rasmiy tashkilotlar orqali O'zbekistondagi rasmiy saytlarga chiqqandan keyin muhokama qilinib, kimdir aybdor deb olib chiqsa bo'ladi. Ungacha lekin bu yerda tushunmovchiliklar juda ham ko'p. Shuning uchun menimcha bu yerda shariat bo'yicha bunaqa hukm deyishdan oldin bu mavzuni rosa ham ichiga kirib o'rganib ko'rish kerak. Menimcha bu chatda uni ichiga kirib o'rganib ko'rishga vaqt yetmaydi. Chunki 2 soat, 3 soat vaqt ketib qoladi. Keyin ikkala tomon ham o'zini haq deb turaveradi. Bu narsa o'zi bunaqa chatda emas, sudda ko'riladigan holatga kelib bo'lgan. Bu yerda baribir gapirganingiz bilan hech nima bir
yo u yoqqa yo bu yoqqa o'tib qolmaydi mavzu. Mani fikrim bu. Bu yerga mani hozir chaqirishdi, men o'zi boshqa chatda edim. Domla gapiryaptilar deyshodi, kirdim. Sizga bitta opamiz gapirdi, keyin mana Murodin aka gapirdi. Siz meni kiradigan mavzu emas ekan deganingizni men qo'llab-quvvatlayman. Haqiqatan ham bu mavzu domlani mavzusi emas, bekor berdilar ham bu savolni. Bu narsa qachonki rasmiy saytlar orqali chiqqanda, politsiya bir gapini aytganda, elchixona rasmiy ma'lumot bergandan keyin, haligi suvga, sutga ajralgandan keyin domlaga bu mavzuda savol qilib berilsa, o'shanda javob bersalar, domlani o'ziga ham ancha yaxshi bo'lardi, to'g'risida. Shuning uchun domla ham hozir tushunmagan mavzuda qanaqadir bir gapirib qo'yishdan menimcha o'zini tortsa kerak. Chunki bu yerda tushunmovchiliklar juda ham ko'p. Shuning uchun meni fikrim bu yerga u yoqdan kirib olib, bu yoqdan kirib olib, domlaga mina deng, domla xuddi domla nimadir deb bersa, hozir yo mana bu bola haq ekan, yo buni bola haq ekan, yo falonchi bunaqa ekan deb bersa, o'shani bayroq qilib ko'tarib yuriladi-da. O'shaning uchun hali u mavzu bu yerda hal bo'lmaydi. Bu mavzu qonun bo'yicha sud orqali hal bo'ladigan joyga kelib bo'lgan. Agar bundan 2 oy oldin shu chatni ochib, shu mavzu xuddi shu yerda domlani oldida ko'tarilganda, domla o'zi yechib bergan bo'lardi. Lekin bu mavzu o'sha bunaqangi davrada yechiladigan holatda ancha o'tib ketgan. Shuning uchun bu yerda hozir faqat fitna bo'ladi, gap ko'payadi. Domla agar tushunmasdan bu mavzuga qanaqadir bir to'liq o'rganmasdan turib fikr bildirib qo'yadigan bo'lsa, domlani o'ziga ham qanaqadir tomondan ertaga noto'g'ri bir nima kelishi mumkin-da. Shuning uchun domla menimcha bu narsaga aralashmayman deganlari juda ham to'g'ri bo'ldi. To'g'ri qaror bo'ldi menimcha. Bugun soat 7da mana kecha gaplashganimiz bir kishi bor edi. 7da kelaman dedi. 7dan beri o'tiribman. 7, 8, 9 bo'lyapti. 2 soatdan beri o'tiribman kecha bergan lokatsiya bo'yicha. U yerda yo'qmi? Abbos topmadinglarmi ularni keyin? Telefon qildim, ko'tarmadi. Endi qilmayman ham. Chunki kelmaydigan odam bir og'iz aytish kerak edi, meni kutmaylar deyish kerak edi. Ularda bunaqa yana bitta isbot bo'ldi da. O'g'il bola o'ylab bizda. Shunaqa mayli endi. Xo'p. Koreya mavzusi to'g'risida bir narsani aytayin mayli. Yine o'zimning gapim emas. Bu mahkama masalasida musulmon odamni axloqiga tegishli narsa shu bo'lish kerak. O'zi ko'rmagan, o'zi eshitmagan, taxmin va gumonlarga asoslangan mavzularga musulmon odam kirmaydi, aralashmaydi. Payg'ambar alayhissalomdan hadis bor. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi degan. Kishini islomini go'zalligidan o'ziga aloqasi bo'lmagan mavzuga aralashmasligi. Ya'ni molo ya'niga aralashmaydi, maqsadsiz narsalarga. Endi mahkama masalasi, bu yerda odam o'lgan, uni sud hal qilish kerak. Shubhali narsaga aralashib qolsa, ertaga javobgarlikka tortiladi. Dunyoda ham agar qo'lga tushmasa, oxiratda ham javobgarlikka tortilib ketadi. O'shaning uchun yo kimdadir mavzuga aloqador, kimdir qotil bekinib turibdi, guvohlari bor, qo'lida sharoiti bor, imkoniyati bor, u qotilni topishlikda yordam bersa bo'ladi. Lekin masalan zino masalasini ham gapirilyapti bu yerda. Bunga o'xshagan narsalarda to'rtta guvohi bo'lmasa, o'zi ko'rmagan bo'lsa, bu narsalarni falonchini o'ynashiydi, pistonchini anaqasi deydi degan gaplar bilan ayplash ham to'g'ri emas. Ayniqsa o'tib ketgan odamlar to'g'risida. Biz musulmonlar o'zaro bir-birimiz bilan agar foydali mavzular bo'lsa, bahslar qilsak mayli bo'lar. Lekin foydasi yo'q. Ikki taraf shaxsiy adovati, shaxsiy qarashi bilan bir-biriga qarshi men yengaman seni qilib janjal qilishi to'g'ri emas. Endi mana shunaqa masalalarga deyarli aralashmas edim. Eskitdan ham o'zi shu. Ko'p odamlarning ichida shov-shuv bo'lgan masala, Sherali Jo'rayev Alloh rahmat qilsin, masala